Davlat idoralari vakillarining malakasini oshirish, ularning bilim va tajribasini shakllantirish maqsadida tashkil etiladigan o'quv-amaliy mashg'ulotlar alohida ahamiyatga ega. Bugun bu borada bir qator tashkilotlarda o'quv seminarlari o'tkazilmoqda. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tomonidan tashkil etilgan shunday tadbirlardan biri haqida navbatdagi lavhamiz orqali batafsil tanishishingiz mumkin. Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimidagi hududiy gaz ta'minoti filiallari o'rtasida eng yaxshi jamoa ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Navoiy viloyati Navbahor tumanidagi o'quv amaliyot markazida tashkil etilgan musobaqada Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va barcha viloyatlardagi hududiy filiallar jamoalari ishtirok etishdi. Unda hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi malakali xodimlar o'rtasidagi bellashuvlarni kuzatib bordi. Jamiyat rahbari xodimlarning bilim va mahoratini oshirishga qaratilgan bunday amaliyotlarning ahamiyatini alohida ta'kidladi. Tanlov davomida ishtirokchilar tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha amaliy ko'nikmalar, nazariy bilimlar, zamonaviy texnologiyalarni qo'llash kabi bir nechta yo'nalishlarda o'zaro bellashishdi. Musobaqa jarayonida jamoalar nafaqat o'z bilim va tajribalarini sinovdan o'tkazdilar, balki tajriba almashish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Jumladan buxorolik soha vakillari ham o'zlarining faolligini ko'rsatishar ekan, tajriba va ko'nikmalarni yanada oshirishga harakat qilishdi. Shartlar murakkab bo'lishiga qaramay juda qiziqarliligi bilan barchaga zavq bag'ishladi. Quvonarlisi amaliy jarayonlarda son va sifatga, tezkorlik bilan xizmat ko'rsatilishiga ahamiyat qaratildi. Qiziqarli, murosasiz ruhda o'tgan ko'rik-tanlov natijalariga ko'ra birinchilikni Hudud gaz Navoiy gaz ta'minoti filiali xodimlari qo'lga kiritishgan bo'lsa, ikkinchi o'rin Hudud gaz Buxoro gaz ta'minoti filiali xodimlariga nasib etdi. Uchinchi o'ringa Hudud gaz Farg'ona gaz ta'minoti filiali gazchilari loyiq ko'rildi. Hudud gaz Buxoro gaz ta'minot filiali ishtirokchilari bu ko'rik tanlovida faxrli ikkinchi o'rinni oldi. Umumiy 8 ta yo'nalishda bo'lib o'tgan bahs-munozara juda qizg'in o'tdi. Chunki nimasi bilan qizg'in o'tdi? Bu birinchi marta gaz ta'minot sohasida birinchi marta tashkil qilindi. Albatta bu muhtaram prezidentimizda har bir sohaga bugungi kunda e'tibor qaratganlari va har bir sohani raqamlashtirganlari. Men o'ylaymanki, jamiyat tasarrufdagi filiallar o'rtasida bunaqa ko'rik tanlovlar hali ko'p bo'ladi. Keyingi ko'rik tanlovlarga xudo xolasa jamoamiz faxrli birinchi o'rinni oladi degan umiddamiz. Bu ko'rik tanlovdan bahs-munozara davomida jamoamizni qaysi yo'nalishlarda ko'proq o'zimiz ustiga ishlash o'zimizga maqsad belgilab oldik. G'olib va sovrindorlar Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan esdalik kuboklari hamda pul mukofotlar bilan taqdirlandilar. Tadbir xodimlarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarini yuksaltirish, balki hamkasblar o'rtasida sog'lom raqobat, o'zaro hamkorlik va birdamlik muhitini mustahkamlashga ham xizmat qildi.